Bank va biznes o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash borasidagi harakatlar mamlakatimizning barcha hududlarida amalga oshirilyapti. Jumladan aholi va tadbirkorlarni qiynayotgan muammolarni joyida aniqlash, ularga tezkor va samarali yechim topish maqsadida dolzarb 40 kunlik tadbirlari izchil davom etmoqda. Ushbu tashabbus doirasida tijorat banklari ham hududlarda faol ish olib borib, fuqarolar va tadbirkorlar bilan bevosita uchrashuvlar tashkil etmoqda. Dasturimizni bu borada Milliy bank va Aryan Finans bank faoliyatiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Samarqand shahridagi Sagda Platini mas'uliyati cheklangan jamiyatda qishloq xo'jaligi mahsulotlari uchun polipropilen qoplar ishlab chiqarish bilan shug'ullanadi. Korxona o'z faoliyatini yanada kengaytirish va yangi loyihalarni amalga oshirish maqsadida o'z Milliy bankka kredit olish masalasi yuzasidan murojaat qiladi. Tadbirkorga 723 ming AQSh dollari miqdorida kredit ajratib berildi. Ushbu mablag' evaziga zamonaviy asbob-uskunalar xarid qilinib, korxonaning faoliyat turi kengaytirilmoqda. Hozirgi paytda talab ko'payganligi sababli yangi uskuna buyurtma berganmiz chet elga. Yangi ishlar bilan ta'minlab, bozorni yangi mahsulotlar bilan ta'minlaymiz. 60 kishi ishlaydi. Uskuna kelgandan keyin yana 30 kishiga ish bilan ta'minlaymiz. Tadbirkorlar uchun sharoitlar juda yaxshi. Hozir kreditlar ajratyapti. Mana tez oldik kreditni. Murojaat qildik bankka, tez orada kredit ochib berdilar bizlarga. Mana shunaqa sharoit yaratib berganlari uchun davlatimiz rahbariga minnatdorchilik bildiramiz. Milliy bank bizning ishimizni ko'rib chiqib, tezda ishimizni hal qilib berdi. Oldin bizlar bankka borib sarson bo'lardik, vaqtimiz ko'p ketardi. Hozir juda ham qulaylik yaratgan tadbirkorlar uchun alohida juda ham bizlar Milliy bankka murojaat qilib, ishimizni tezda ko'rib chiqib, ma'lum vaqtda o'sha ishimizni hal qilib, kredit ajratdi bank tomonidan. Yosh tadbirkorlardan biri Asalbonu Abrorova esa zamonaviy xususiy maktab tashkil etish, muassasani zarur mebel jihozlari hamda maishiy texnikalar bilan ta'minlash maqsadida murojaat qilgan edi. Uning taklif va tashabbuslari ham atroflicha o'rganildi. Unga o'z Milliy bank tomonidan 240 million so'm kredit ajratildi. Yaqinda o'z faoliyatini boshlaydigan ta'lim maskanini ishga tushishi bilan 15 ga yaqin doimiy ish o'rinlari yaratiladi. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan tadbirkorlar uchun imkoniyatlar yaratilmoqda. Shuningdek, bank tomonidan mablag' ajratilyapti tadbirkorlarimiz uchun o'z ishlarini rivojlantirish uchun. Sentabr oyida ish faoliyatini boshlamoqchi edik. Buning uchun bizga mablag' yetmayotgan edi. Bank kredit o'z platformasiga murojaat qilgan edik va ko'p o'tmasdan o'z Milliy bank tomonidan xodimlar kelib, murojaatimizni ko'rib, o'rganib ketishdi. Bizga ham Milliy bank tomonidan 240 million so'm mablag' ajratildi maktabimizni rivojlantirish uchun. Ajratilgan mablag' hisobiga biz jihozlarni sotib oldik. Bugungi kunda davlatimiz tomonidan tadbirkorlar uchun sharoitlar yaratilmoqda. Shu o'rinda davlatimiz rahbariga biz tadbirkorlar uchun yaratilayotgan imkoniyatlar uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Darvoqe, bugungi kunda tadbirkorlarning bank xizmatlaridan foydalanishini yanada yengillashtirish, ularning taklif va muammolarini tezkor ko'rib chiqish maqsadida Bank Kredit Uz platformasi faoliyat yuritmoqda. Ushbu platforma tadbirkorlar va ishbilarmonlar uchun o'z takliflari, muammo va tashabbuslarini to'g'ridan-to'g'ri bildirish imkoniyatini yaratmoqda. Bu kabi yondashuvlar tijorat banklari tadbirkorlarning haqiqiy ko'makchisiga aylanib borayotganidan dalolat beradi. Ushbu platforma tadbirkorlar va ishbilarmonlar uchun o'z takliflarini, muammolari hamda tashabbuslarini to'g'ridan-to'g'ri bildirish imkoniyati yaratadi. Jumladan, Samarqand viloyat o'z Milliy bank mijozlaridan kelib tushgan 60 dan ortiq murojaat va takliflar atroflicha o'rganildi. Tahlillar natijasida ularning 15 tasi kredit masalalariga oid ekanligi aniqlandi. Ushbu murojaatlar bo'yicha tadbirkorlarga kredit olish tartiblari, moliyalashtirish imkoniyatlari, imtiyozli dasturlar yuzasidan amaliy tushuntirishlar berildi. Shuningdek, ehtiyoji mavjud loyihalar bo'yicha moliyaviy ko'mak ko'rsatilib, kredit mablag'larini ajratish bilan bog'liq masalalar ijobiy hal etilishi ta'minlandi. Bundan tashqari, platforma orqali tadbirkorlar tomonidan kredit xizmatlarini yana takomillashtirish, raqamli xizmatlarning ko'lamini kengaytirish, xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda qator takliflar bildirildi. Ushbu takliflar asosida bank tomonidan xizmatlarni tezkor, shaffof tashkil etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Bu esa tadbirkorlarning moliyaviy resurslaridan foydalanish imkoniyatini kengaytirish va ularning biznesini yanada rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Tijorat banklari bugun tadbirkorlarning haqiqiy ko'makchisiga, moliyaviy hamkoriga aylangan. Ularning har bir murojaati o'rganilmoqda, biznes g'oyalari qo'llab-quvvatlanmoqda. Tadbirkorlar uchun yaratib berilayotgan bunday imkoniyatlar, ularning faoliyatini qo'llab-quvvatlash sohasidagi loyihalar esa hududlarni rivojlantirish, yangi ish o'rinlari yaratish va xalqimiz farovonligini oshishida muhim ahamiyat kasb etmoqda.
Davlatimiz rahbarining topshirig'iga muvofiq banklar va tegishli tashkilotlar tadbirkorlar faoliyatida uchrayotgan muammolarni joyiga chiqqan holda o'rganib, ularni tezkor hal etish choralarini ko'rmoqda. Bu borada Orient Finance Bank ham aholi biznes loyihalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlab, ularni amalga oshirishning barcha bosqichlarida manzilli xizmat va amaliy ko'mak ko'rsatib kelmoqda. Bizani Yashilobod tumani Tong mahallasiga Orient Finance Bank biriktirilgan. Bizning mahallamizda 50 dan oshiqroq tadbirkorlarimiz mavjud. Ulardan 10 tadan oshiqrog'iga kreditlarni ajratganmiz. Ulardan kreditlarga nima maqsadda ishlatgan desangiz, tikuvchilik ishlatishgan, sartaroshlik ishlatishgan. Har bir mahalla aholisiga 10 milliondan 50 milliongacha kredit mablag'ini ajratamiz. Bizga o'zini takliflari bilan murojaat qilishadi. Biz ularni eshitib, 80% ishlari shu mahallada bitadi. Iloj boricha tezda o'sha biznes g'oyasini biz ham ko'maklashib, tezroq o'sha g'oya bo'yicha ishlash yordam beramiz. Bunday qo'llab-quvvatlashlarning yorqin misollaridan biri bankning moliyaviy ko'magi tufayli faoliyati kengaytirilgan kichik oziq-ovqat do'konidir. Dilfuza opa o'z tadbirkorlik ishlarini yanada rivojlantirish maqsadida Orient Finance Bankga murojaat qildi. Bank xodimlarining o'rganishlari natijasida fuqaro murojaati ijobiy hal qilib berildi. Men 7 yildan beri tadbirkorlik bilan shug'ullanaman. Tadbirkorligimni kengaytirish maqsadida menga moddiy yordam zarur bo'ldi. Shu sabab men Orient Finance Bankka murojaat qildim. Ular kelib meni muammomni joyida o'rganishdi va kredit mablag'ini ajratib berishdi. Endi bu kreditni joyimni kengaytirib, mahalladagi xotin-qizlarni ish o'rinlari bilan ta'minlamoqchiman. Biz tadbirkorlarni qo'llab-quvvatlayotgani uchun prezidentimizga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Bunday loyihalar nafaqat aholiga o'z biznes g'oyalarini ro'yobga chiqarishga yordam beradi, balki yangi ish o'rinlari yaratilishi, oilalar daromadlarining oshishi va mahallalarda tadbirkorlik faolligining rivojlanishiga ham xizmat qiladi. Manzilli yondashuv bankka aholi ehtiyojlarini tezkor aniqlash, istiqbolli tashabbuslarni kuzatib borish va ularning muvaffaqiyatli amalga oshirilishini ta'minlash imkonini beradi. Bu orqali kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash bo'yicha prezident tomonidan berilgan vazifalarning bajarilishiga hissa qo'shilmoqda.